Bu uyimizni sizlarga aniq yoqadi deb o'ylayman. Bitta oila maza qilib yashaydigan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. 1,5 sotiqga shunaqa chiroyli qilib qurilgan podvaldagi xonalarimizdan tashqari 5 ta xonadan iborat. Yunusobod tumani Sohibkor mahallasida joylashgan. Orientirimiz Hayxtown City'ni orqa tomonidagi mahalla bo'lyapti. Hozir sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish darvoza xonamizda joylashgan. Bitta katta mashina uchun joy ajratilgan. Uyimizga elektrokar uchun 380 voltli tok ham tushirib qo'yilgan. Binoyimizda bo'lsa 2 qavat 3 ta urvilli bino pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Binoyimizning tegi bo'lsa to'liq podvaldan iborat. Podvalimizni как жилой qilib ta'mirlangan. Hali podvalimizga tushganimizda o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Podvalimizga hovlimiz orqali ham tushsa bo'ladi va binoyimizning ichidan ham tushsa bo'ladi. Hozir sizlarga endi binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi va hozir aytib o'tganimdek binoyimizning ichidan ham podvalga tushsa bo'ladi. Hamma xonalarimiz razdelning, faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Uyimizda shunaqa panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzularimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun to'liq iliq pol o'rnatilgan, podvallarimizgacha iliq pol qilingan. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun общий sanuzulimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Hamma xonalarimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning o'zini alohida bu yerda garderobnisi bor. Bemalol stroyniy mebel yasattirib olsangiz bo'ladi. Joy egalari tomonidan mana shu joyga eshik o'rnatib beriladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu xonamizdan bo'lsa, o'zingizlarning xohishingizga qarab spalnya yoki zal qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Atela orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Qo'shnining uyi ko'rinmasligi uchun vaqtinchalik shunaqa material qo'yib qo'yishgan, lekin joy egalari tomonidan agrajeniya qilib beriladi. Hozir endi sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib, keyin podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatimizda xonalarimizni ham hammasi razdelniy, faqat koridor orqali kiriladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizga ham ko'rib turganingizdek shunaqa panorama rom o'rnatilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzulimiz joylashgan. Bu yerda ham spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Hamma xonalarimiz keng, katta, baland va yorug' qilib planirovka qilingan. Zinalarimizga e'tibor bergan bo'lsanglar, shunaqa och rang ko'proq ishlatilgan, juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa zalimiz joylashgan. Uyimizning hamma xonalariga shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklar va sifatli romlar o'rnatilgan. Shunaqa Swarovski toshlariga ega eshiklar o'rnatilgan.
Bu yerda bo'lsa balkonimizda joylashgan bemalol hovlimizni tepadan ko'rinishini va mahallamizni tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Hozir endi sizlarga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimizga hozir aytib o'tganimdek, binoyimizni ichidan ham tushsa bo'ladi va hovlimiz orqali ham tushsa bo'ladi. Podvalimizni butun holatda ham foydalansanglar bo'ladi yoki o'zingizlarning xohishingizga qarab xonalarga ajratib chiqib dam olish xonasi, kinoteatr yoki shunga o'xshagan xona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Podvalimizga ko'rib turganingizdek fortchka emas, shunaqa полноценный romlar o'rnatilgan. Podvalimiz ham iliq pol qilingan, как жилой qilib ta'mirlangan. Bu yerda bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz o'rnatilgan, hamma оборудованиemizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerdan ham hovlimizga chiqib ketsa bo'ladi. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizning tashqarisidan ko'rinishi, uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan, 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Shunaqa tinch va bagati mahallada joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shinamgina, kompaktni hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.